Moskvadan ish so'radilaring. Mana sizlar uchun Moskvadan ish, magazinlarda ish. Magazinlar deganda bu Moskvaning har joyida joylashgan, har bir metroda joylashgan. Akalar, opalar, kimgaki ish kerak bo'lsa, 18 yoshdan to 55 yoshgacha bo'lgan akalarimiz, opalarimizni taklif qilamiz. Grajdanstvasi absolyutno farqi yo'q. Glavnisi Moskva dokumenti bo'lishi kerak. Bemalol kelib ofitsialniy ishga kirishlaring mumkin. Bu yerga rus tilini bilishlaring kerak birinchisidan. Akalar, opalar, polni ishni o'rgatadi noldan. Kelasizlar, ishni o'rgatadi. Keyin dalshi ishlab ketaverasizlar. Smenasiga 3600 rubldan to'lanadi agarki siz 11 soat ishlasangiz. Agarki 11 soatdan yana дополнительный 12-13 soat ishlayman desangiz, yana sizga естественно дополнительный soat qo'shiladi. Unisi ham har bir soati pul hisoblanadi. Bu magazinlarga ofitsialniy ishga qabul qiladi. Moskva dokumenti bo'lishi shart. 18 yoshdan to 55 yoshgacha bo'lgan akalarimiz, opalarimizni taklif qilamiz. Agarki kvartira kerak bo'lsa, o'zimiz kvartira topib beramiz. Yotoq joyini ham topib beramiz. Yotoq joyi sizlar uchun bepul bo'ladi. Akalar, opalar, marhamat. Shunday ishlar chiqaryapman. Like gazini bosing, tanish bilishlaringizga tarqating va ekrandagi nomerlarga srochniy aloqaga chiqinglar.